Hmm. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Tilis Astro. Do'stlar, bugungi videoda biz akkauntimizni obzor qilamiz. Hozir mana do'stlar, bizning akkauntimiz. Hujumda Saka. Do'stlar, bu akkaunt hozircha meniki emas, bu meni akkaunt ukamniki. Mana uni tanishib qo'yinglar bilan. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Tilis Astro ukasi. Bu yerda hozir eng kuchli tarkibni biz mana shulardan tuzib beramiz. Bu haritada har doimgidek Emiliano Martinez turaveradi. Hozir birinchi o'rinda stadion. Stadionimiz yaxshi, hamma narsasi yaxshi, faqat shu narsalarni ham kuchaytirish kerak. Do'stlar, mana endi hozir akkauntimizni mana shunday qilib to'g'rilab oldik. Yaxshi bo'ldi mana endi. Ana endi yaxshiroq bo'ldi. Shuning uchun hozir nima qilamiz? Dikka turaveradi. Bu yerda Kubarsi, Husanov eng kuchlilardan. Yoki Husanov charchasa mana shu yerga Basonini qo'yib o'ynataveramiz. Do'stlar, bag bo'lib qoldimi do'stlar? Nima bo'lib qoldi bilmayman. Do'stlar. Ikkita Husanov bo'lib qoldi. Nima bo'lib qoldi bilmay qoldik. Keyin mana bu yerga masalan Gabriel Jesus mana bu yerga Salibani ham qo'yaveramiz. Shuning uchun hozir eng kuchlisi bu yerda birinchi to'g'ri. Bu yerda Saka mana shu yerda Bappeni qo'yaveramiz. Bappa yaxshiroq. Yoki esa Dembeleni bu qanotga qo'yib, bu kim o'zi? do'stlar, hozir bu yerda xaltaroq bo'lyapti shunga. Shunchaki mana shunday qilaveramiz. Do'stlar, mana agar maytda bu yerda Saka charchab qolgan bo'lsa, Dembeleni bu qanotga turizamiz. O'zi asl Dembele asli zirva bo'ladi. Buni Bappeni bu yoqqa qo'yamiz. Barkada charchasa, bu yoqqa esa Vinicius Junior qo'yamiz. Shuni o'ynaveramiz. Yoki-da buni Barkani bu yoqqa Rivaldo o'rniga qo'yishimiz mumkin, Sakani bu yoqqa qo'yishimiz mumkin. David Neymar, Bruno Fernandes o'rniga qo'yishimiz mumkin. Shunday. Bu yerda yana mana shu yerga Lewandowskini qo'yaveramiz. Lewandowski bu pozitsiyada o'ynayveradi. Shuning uchun hozir yana nima? Shuni bitta o'ynab ko'ramiz. Qani freega beriladi degan TVda o'ynaladi. Hozir boshlaymiz. Bappe'da 3 gol. Mana Marco Kurella. Bu yil u o'tdi, Realga o'tdi. 3 gol, Vini'da bitta assist. Vini'ni nima qilib qo'ysak? Yaqinda bilsanglar, Dilis 27 chiqadi. Hamma joyda aytilyapti. Yaxshi chiqadi. Keyin yangilanish keladi. Yangilanishda mana bunaqa Aubameyang rang-barangmi shunaqa o'yinchilar chiqadi. Xo'p, ketdik Bappe'da bir Yaxshi do'stlar. Do'stlar, mana shu gol uchun sal deyarli do'stlar shuningizlar o'xshadi, faqat biz chekka olib tepdik, lekin Mbappe shunday to'g'ri chiqib tepuvdi. Mayli do'stlar, lekin o'xshadi degan umiddamiz. Shu. Do'stlar, shuning uchun bizga kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, videomizga like bosib qo'yinglar do'stlar. Biz endi yangi kanal ochganmiz, endi kanal rivoji uchun. Yangi kanal ochdik. Kanal rivoji uchun shunday qilinglar do'stlar, iltimos. Biz ham kuchaysak, ba'zi bir O'zbekiston masalan blogerlar bilan video olardik. Shunga masalan Dilis yangiliklari yoki-da Dilis Ismoilov shu kabi blogerlar bilan yoki Xushvaqt Legend. Agar Dilis Ismoilov kabi kuchayib ketsak, biz ham do'stlar 100 ming obunachiga erishsak, ba'zi bir masalan Vyetnamlik Xotivi ana shular bilan birga video olishimiz mumkin. Ikkinchi golni uraveramiz. Ikkinchi gol ham Bu yerda urildi. Vinicius Junior yo'q ekan, bajarilmabdi. Mayli, shunday qo'ying. Bu yerda ikkalasini ham bajarish kerak, bo'lmasa unchalik bermay qoladi. Shunday. Bernardo, Dumfries, Konate, hammasi juda do'stlar, agar sizlarga Openback videosi Openback ochmoqchi bo'lsangiz, do'stlar, menga murojaat qilaverasizlar. O'zimning akkauntimga ikkita agent ochganman. Ikkalasida ham jahon chempionati, VK Winners chiqqan, World Cup Winners. Agar sizlarga ham xuddi shunday omad kerak bo'lsa, menga aytaverasizlar do'stlar, tekin ochib beraman. Taktikani eng zo'ri bu Elshad akam. Bappe, davay, endi urishimiz kerak. Voy, ana do'stlar, hat-trick. Bajarildi o'zi. Vinicius Junior assist va do'stlar, mana shu o'yinni men kechqurun bilan ko'rib chiqdim. Aslida bu to'g'ri bir bo'lish kerak edi. Hozir Vinicius Juniorda gol urishimiz kerak. Yana shu urib qo'yaveraylik, lekin bitta gol o'tkazib beramiz. Shuchi gol urish kerak. Afsuski, shuchi zaxira kirdi hozir.
Bir raqam jaz 90-dakikada ko'rgan, ammo u afsus sabab hisoblanmadi. Shu o'yinni men kechqurundan ko'rib chiqdim. Kechqurun soat 12 da bo'ldi. Bugun ham Barselonaning qoldirilgan o'yini bor, birinchi tur qoldirilgan o'yini. Bu ham birinchi tur qoldirilgan o'yin edi. YouTube kanalida biz ham yaqinda deganda ko'p bo'lib ketishimiz mumkin hali. Bu Ba'zi bir xeyterlar yozishi mumkin. Sen hali bunaqasan, bunaqa akkaunting qarab bot deb yozishi mumkin. Mayli, ularga hali quloq solmaymiz. ular o'z bilganini qilsin. Har kim aytaveradi, hamma narsa deyaveradi, lekin biz esa ijoddan to'xtamaymiz. U qilding, bu qilding deyish o'rniga ijod qilib turgan yaxshi. Balkim biz ham kuchayib ketishimiz mumkin. Hech kim birdaniga zo'r ketmagan. Hech kim zo'r bo'lib ketmagan. Do'stlar, biz videoda urmoqdamiz. Gol, ajoyib gol. 4-0. Ajoyib. Hozir nima bitta gol o'tkazib beraymi? Yo'q. Nega turaversin? Mayli. Xo'sh, ana akam chiqib ketib qoldi do'stlar. Hozir o'zimiz tugatib qo'yaveramiz. O'zimiz tugatamiz. Nima deyish mumkin? Shunday yozaversin, faqat sizlar yozmasalaring bo'ldi. Sizlar yozmasalaringiz biz zo'r bo'lib ketaveramiz. Biz ijoddan to'xtamaymiz baribir. Faqat kanal rivoji uchun videoga obuna bo'ling va like bosing. Hozir o'yin ham tugaydi. Tugadi, 4-0 hisobda yutdik. Ana endi 266 tanga bermoqda. Voy. Qoyil. Bu bittada 672 bo'lib ketdi. Bu bittada 672 bo'lib ketdi. Ana akam ham keldi. Hozir men qaytdim. Yana bermoqda anaqa Vellanko bilan Villarreal. Yo'q, do'stlar, bu endi 672 266 tanga. Do'stlar, boya tangamiz bor. Hozir tangamiz kam edi, lekin qarang. Buni hozir ko'payib ketgan. Hammaga xayr do'stlar.